Assalomu alaykum. 2025 yil 14 sentyabr sanasi Namangan viloyati Norin tumani Do'mar qishlog'ida Toshboyev Alisher xonadonida Politsiya surtidagi rus beruzalarining navbatdagi partiyasi savdoga chiqish arafasida. Bu ko'chatlarimiz Rossiya Federatsiyasining Sverdlovsk shahridan olib kelingan urug'lari o'zimizda issiqxonalarga sepib 2 yil davomida parniyda saqlaganmiz va 3 yil davomida tashqi polyoda, tashqi muhitda tarbiya ko'rgan. 5 yoshga kirgan ko'chatlarimiz mana bugunga kelib savdoga chiqyapti. Bu ishlarimiz Namangan viloyati Norin tumani Do'mar qishlog'ida amalga oshirilyapti. Telefonlarimiz 93 kodi bilan 407 47 00 Toshboyev Alisherga uchralsin. 93 kodi bilan 407 47 00 Politsiya sortidagi rus beruzalarimiz adadi 2000 shtuk, bo'yi oldi 5 metrgacha. Bo'yi oldi 5 metrgacha. Hammamizga ham savdoyimizga, dehqonchiligimizga Alloh baraka bersin.